Kafe uchun elektr plitamiz bor. Buning narxi $150. Ishlaydi. Undan keyingisi parakonvertga matimiz bor. Faqat perevozkada ruchkasini sindirib qo'yishibdi, uni qildirib olasiz. Даже mana moykalari ham bor, ya'ni o'zini shlankalari yuvish uchun, lekin narxi buni $400. Hamda холодильнигimiz bor. Barniy холодильник deydi buni. Buni narxi $350. Yana kelishtirib beramiz. Plus холодильнигimiz bor. Kattagina mana ko'rib turganingizdek, buni narxi $500. Hamda elektr plitamiz bor. Buni narxi $200 somsalar uchun. Endi qaranglar, mana bunaqa divanlarimiz bor. Bundan imенно kojinniysda 6 ta dona, har bir donasi 600 ming so'mdan. Hamda bunaqa lattaligi ham bor. Bular ham narxi 600 ming so'mdan. Plus motorlarimiz bor. 3 ta donani optim olgan odamga 600 ming so'mdan beraman. Ya'ni 1,8 million so'mga. Hamda mana shu ko'rsatgan divanlarimiz 600 ming so'mdan deganmiz. Stollarni qo'shib beramiz. O'zi stol ko'p emas, 6 ta dona bor. Tak, barniy stoyka bor. Barniy stoyka 2 million so'm, ikkalasi 1 milliondan. Plus stullar bor. Stullarning har bir donasi 200 ming so'mdan. Bemalol pastki nomerga telefon qilib ulgurib qolamiz. Rahmat, sog' bo'linglar.